Bundan 4 yil oldin, ya'ni 2022-yil Toshkentda birinchi marta kelganimizda bir xonali kvartira turardik $200. O'sha $200 topish juda qiyin edi. Keyinchalik 2 xonali kvartira ko'chdik, keyinchalik 3 xonali kvartira ko'chdik, keyinchalik 4 xonali kvartira ko'chdik. Mana alhamdulillah 5-ko'chishimizda o'zimizga shaxsiy Toshkent shahridan 2,5 so'tli uyga ega bo'ldik. Videoni ko'rmasdan yurakdan qizartirib qo'ying. Bizni ko'rib turgan insonlarga eng kam bundan-da ziyod uylar nasib qilsin. Qani ketga chiqarib ko'ramiz. Kirib kelishingiz bilan sizni tapchan kutib oladi. Hovlida joyi bor, ikkita mashina bemalol sig'adi. Bu letni kuxnya bu yer. Nasib bo'lsa inshaalloh tandir go'shtlari shu yerdan bosib beramiz, kontentlar qilaveramiz shu yerdan. Qolgani yurasizlar. Mana bu yerda hovlisi bor. Kirganingizda birinchi etaj hol qismi, oila davrasida madaniy qorda olib televizor ko'radigan joyi. Endi Surxondaryodan qancha mehmonlar kelsa ham bemalol joylashtiramiz. Birinchi etajdagi mehmonxona zali. Eng asosiy joyga kelamiz, ya'ni oshxona. Bu yerda mehmonlarimiz kelsa inshaalloh o'zim qo'l bilan oshlarni tayyorlab beraman. Ikkinchi etajga chiqadigan bo'lsak, bu yerda ham 4 ta xona, ikkita detskiy, bitta spalniy, yana bitta mehmonxona. Bularning barchasi Allohning izni bilan, ota-onam duosi va sizlarning qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan birgalikda bo'lmoqda. To'xtab qolish yo'q, nasib bo'lsa inshaalloh bundan kattaroq natijalarga birgalikda erishamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan barchaga kattakon rahmat.